kasb tanlashimizga ham qaysidir ma'noda shu kitoblar sababchi bo'lgan. Detektiv asarlarning sehriga, mazasiga berilib tergovchi bo'lish niyatimiz o'sha 6-sinfda paydo bo'lgan ekan. Lekin men baribir o'jarlik qilib turib, shunoslik fakultetiga hujjat topshirganman. 83-yil biz bitirgan paytimizda yurtimizga Gidilyan Ivanov boshchiligidagi o'sha paytda yig'ilib aytishdiki, hozir bu davrda o'sha yerga borib, sen shularning qilayotgan gunohlariga, ayblariga sherik bo'lib qolishing mumkin. U kishi bilan birga ishlash nasib qildi bizga ustoz bo'lgan. Mana shu ustozning qo'lida nomzodlik, doktorlik dissertatsiyalarini qildim. Keyinchalik aspirantura qabul qilindik. Hali ilm tashlab qo'ydingizmi deb uyaltirdi. Ustoz, vaqtim yo'q dedi. Ertadan kechgacha shu, dedi ustozim, qarang, men sizga shu vaqt topib bersam nima deysiz dedi. Ustoz, yaxshi bo'lardi, vaqt uyqudan 15 daqiqa kecha olasizmi dedi. Kechaman dedim. Soat 11 gacha ishlayman deyapsiz dedi. Shundan 15 daqiqa oldin ketishingiz mumkinmi dedi. Buni ham qilsam bo'ladi dedim. Yarim soat bo'ldimi dedi. Endi bir haftada dedi to'yga borasiz dedi. Oshga borasiz dedi, unga borasiz, bunga borasiz. Ana shulardan ham dedi 15 daqiqani chegirsangiz bo'ladimi dedi. Uni ham qilsa bo'ladi dedim. Mana bitta ishni 1 soat 20 minutda qiladigan bo'lsangiz, shuni harakat qiling 1 soatda bitirishga. 20 minut yana sizga soat qilinadi. Bir kunda 1 soat ilm. Bo'ldi dedi, boshqa narsa kerak emas dedi. Naqd 3 yil o'tib men amaliyotda mas'ul lavozimlarda ishlab turib, fan doktori degan himoyamni amalga